Bizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarga assalomu alaykum deymiz, xush kelibsizlar deymiz. Bugungi fayzli oqshomimiz o'zgacha boshlandi. O'zgacha, to'g'rimi? Kayfiyatli boshlab oldik. Barchamizning maqsadimiz bitta, u ham bo'lsa, kelin hamda kuyovimiz baxtli, saodatli bo'lsin deb mana shunday tantanali saroyga qadam ranjida qildik. Kuyovto'ra, ilohim baxtli, saodatli bo'ling kelin poshamiz bilan. Inshaalloh kelasi yil beshik to'yida xizmat qilish biz san'atkorlarga, biz boshlovchilarga nasib ro'z aylasin deymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Teşekkür ederim. Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz xonimlar va janoblar, qadrli muhtaram aziz yurtdoshlarimiz. Hozirgina bahor taklif etganlarga kechamiz qirol va qirolichalari, shahzodiy malikalari, kelin-kuyovlarimizni o'z taxtiravonlariga qabul ham qilib oldik. Agar qo'linglar bo'sh bo'lsa, ularning baxti uchun bitta qarsiylarni qarshilatishni qo'yasizlar. Borilaringiz. Restoranimiz xodimlari tomonidan nozidil bilan yozilgan dasturxonimiz, qolaversa bugungi fayzli oqshomimiz va badiiy qismimiz ochiq deya e'lon qilamiz. Albatta bugun Saroy Event Hall dorixonasi tomonidan, ya'ni to'y boshlarimiz nomidan kattarona yozilgan dasturxonlarimiz atrofida davrimizga fayz kiritish siz u bizga barchamizga nasib ro'zalab turibdi. Aziz onajonlarim, aziz otajonlarim, yaratgan egamdan niyatimiz bitta, ilohim sizlarni ham xonadoninglarda shunaqa yaxshi kunlar ayyomlar bo'lgan niyatim uchamiz sog', kayfiyatimiz chog' o'ynab kulib turishib, yaxshi kunlarda kulishib yurishimiz siz u bizga barchamizga nasib ro'zalasin. Bahorga keling bizga berilgan vakolatni ifodalangan holatda biz kechamizda kattarona yozilgan dasturxonlarni tantanali ravishda ochiq deya e'lon qilamiz va siz aziz mehmon mezbonlarimizga yoqimli ishlar qatilagan holatda biz bugungi muhabbat va baxt sevgi kechamizni eng yuqori va pozitiv shou kayfiyatda o'tkazishga siz aziz mehmon mezbonlarimizga hamda kechamiz asosiy qahramonlari kelin-kuyovlarimizga va'da beramiz. Albatta o'zbegim yaxshi niyat bilan to'y tantana qilar ekan, mana shunday ajoyib kunlarimizni dildortar taronalarsiz tasavvur eta olmaymiz. Marhamat qarshi oling mo'jazgina estradamizda qaysi ma'noda mehmon ijodkorlarimiz va ammo lekin biroq qaysi ma'noda mezbon ijodkorlarimiz. Siz tomonidan kutilgan va kutilmagan o'zining shou dasturlari bilan Royal Show ansambli siz u bizni xizmatimizda bo'lishadi. To'ylar ayyomlar muborak bo'lsin. Ali to'g'ri aytingiz, albatta aziz mehmon mezbonlarimiz albatta mana shu to'yda albatta qadam ranjida qilgan ekan, u ham bo'lsa o'zlarini hissalarini qo'shish sifatida. Ya'niki operator akalarimiz oldingizga borganlarida iltimos qilardik, chiroyli tabassumingiz ila, qolaversa yaxshi niyat tilaklaringiz ila va chiroyli tabassumingiz ila bugungi fayzli oqshomimizga fayz qo'shasizlar degan umiddamiz. Siz ta'kidlaganday mezbon san'atkorlarimiz kuylashganda esa chiroyli raqslaringiz bilan bugungi fayzli oqshomni birgalikda fayzli qilib olib boramiz degan umiddamiz. Albatta yana bir marotaba osmon emas oyi ham go'zallikka boy qo'shiqlari, shoulariga kiritish bo'l Royal Show ansambli siz u bizni xizmatimizda bo'lishadi. Qo'linglar bo'sh bo'lsa qarsiylarni qarsatib, chapinglarni chaplab qo'ysa to'ylar yomlar muborak bo'lsin.